Assalomu alaykum azizlarim. New York shahri Staten Island, Richmond mahallasidamiz. Bugun uy to'yi inshaalloh vatandoshlarimiz mana bu orqada turgan 2019-yil qurilgan yangi uyni olyaptilar. Zo'r tomoni bu uy shunday kirib yashashga tayyor hamma narsasi. Podvali ham qilingan va eni ham 19 feet, juda ham keng uy. Tabriklaymiz. Uy muborak bo'lsin. Sog' bo'lasiz. Assalamu alaikum. First of all, I just want to say thank you so much for Thank you very much. for all Same the as well. service, for all the help. This house, we were looking for the house for a really long time, and we're really glad that you were here to give us the help that we needed. Thank you for trusting us. Of course, you guys are the top one people that we did trust, and we're glad you guys came out Got and it. pulled it through for us. Sure. Thank you Thank so you. much. Thank you very much. Assalomu alaykum hammaton ba rahmati kalon hamxi xonay xushri ba Rahmat. ilm ba nasib kat Amerika ba ilm hammaton ba nasib kunad mon judoyam xursand mana o'ylayman kadi hammamiz imroz omada kalita giftem rahmat. Tabrik. Assalomu alaykum. Sizdan rahmat sizga. Rahmat sizga ham ishonganlaringiz uchun. Shuncha yordam berdingiz. Komandangizga rahmat. Ana shu uy nasib qilibdi. Faqat to'y tomosha bo'lsin shu uylarga. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat sizga ham. Rahmat yana turbo. Rahmat. Azizlar, mana uy olish unaqa qiyin protsess emas. Faqat odamda nima deydi, duh bo'lish kerak, niyat bo'lish kerak. Boshlaganlaringdan keyin bu yoq bo'lib ketadi. Staten Islandda mana shunaqa katta uylar olsa bo'ladi. Bruklinda bu pulga faqat kvartira olish mumkin. Agar Staten Islandda uy olish qiziq bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqinglar. Ishlarga omad. G'iybatimiz qilayotganlar, gunohlarim addushi sizga, baslarga pas ketma deb onam